Şu dadisi etmegen maşinani quyun tazda haydaydigan bir balla var bilsizlar. Vung 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 odamning orasidan shunchalik haydaydi-da. Bir bala qiz do'stini yeniq silib, yeliqindek haydashda bo'rondek haydab ketib qolsa qiz qo'rqib ketdi-ku. To'xtating, tushib qolaman mashinangizdan to'xtating. Qana degan gapim boshqa ham eshitib haydamsiz. Birsi urvasingiz qanday qiz? Voy so'zlayapman. Hech kimni urolmayman men. Meni muramda-chu, qo'g'daydigan farishta bor. Xotirjam o'tadi deb qiz, "Ya, qat'i to'xtat" deb mashinadan tushib qopti. Ochiq kelgan bala, "Ay, meni nagbasang bada" deb ishni go'p yeb, tiximi ishni haydab ketib qolsa, mursini paq qilib bir ug'dakda mashinaning orqasida. Yurgi chiqib turib balaning, "Kimsiz?" desa, "Men sizni qo'g'daydigan farishtadan mashinangizni to'xtatsangiz men tushib qolsam" degan. Ma'lum bir o'mak o'yin qo'yib qolibdi orkestr bilan. Bu shundoq orkestr o'tiribdi, tomoshabin kirib o'pdi. O'yin boshlashga 5 minut qolganda barabanchi kelmabdi, barabanchi. Bilsa-ku barabanchini. Bu dirijor qanday qilishni bilmay, u yoqqa qarab, bu yoqqa qarab, telefon urib topolmay, oxir bo'lmay barabanchi bo'lmasa bo'lmaydi. Sakin mulozimat qilgan bir balo ekan, shuni chaqirib, "Uka, mandaq gap. Sen bu barabanni sen çalsang da, "U aka, men baraban chopaqmasam, men qanday chalmay bu barabanni?" "Ya to'xta, men sana gapiraman. Men mushu butun muzikani chaldirib, avjiga chiqib turib, sen shundoq tashlayman. Bum, bum ursa. Chunki boshqa vazifam yo'q. Ishkini urib qo'ysa debdi. Yilqi bal turib ketib, "Bo'pti aka, qila oladigan ishkan-ku. Ishkini uraman men, bo'ldi, esimda shunday qilay. O'yin boshlashga 2 minut qoldi, uka. Men bütün muzikini avjiga chiqirib, eng ustiga chiqib turib, sen shundoq tashlayman. Bum ursa tugidi desa, "Ma'qul aka, esimda bo'ldi, chatoq yo'q" deb berib baraban chaldiga o'tiribdi. O'yinni boshlanib, shu muzikini dirijor tazib avjiga chiqib işte avjiga chiqib turib, baraban chiqib shundoq qilsa, o'rinda qo'yib, "Esimda aka, esimda" degidek. Navbatdagi nomerimizni Atış xalqining orzuliq naqshlaridan bo'lgan Aysabekka beramiz.